himoya qiladigan, qo'limdan ushlab yo'ldan o'tkazadigan odam. Men unga qo'rqmay murojaat qila olaman. U gapimni tinglaydigan inson. Qadamida fidoyilik, har bir nafasida vatan degan buyuk tuyg'u bor. Ularni eslasam, el yurt tinchligi uchun tunu kun xizmatda yuradigan bolalarim keladi yodimga. Og'ir vaziyatimda yordam qiladigan, bizni himoya qiladigan inson. Professional, halol va qat'iyatli. Ular shunday xususiyatli insonlardir. U ichki ishlar xodimi. Ular har kuni omonat qilib topshirilgan odamlarning hayoti, bolalarning ishonchi, yurtning tinchligi uchun xizmatga shay insonlardir.